Shvetsiya Xristianlar birleşmesi Daniyalik radikal o'ngchi Stram Kurs partiyasi a'zolarining Shvetsiyada Qur'oni Karimni ko'ydirish ig'vogarchiligini aybladi. Daniyaning qattiq yo'nalish partiyasi a'zolarining Shvetsiyaning poytaxti Stockholm va Malmoda ruxsatsiz ipagan faoliyatida Qur'oni Karimni ko'ydirganligi qarta noroziliklar davomlashmoqda. Shvetsiya protestant chirkavining bosh popi Antiji Jakilini qatorliq Daniyaning oldingi qatordagi 10 atoqli xristian diniy rahbari Qur'on ko'ydirish ig'vogarchiligiga qarshi bayonot e'lon qilib, Daniyalik irqchi guruhining Qur'onga vahshiylarcha hujum qilganligini bildirib, muqaddas kitobni ko'ydirishning vahshiylarcha qilmish ekanligini, kishilarning e'tiqodiga qasddan hurmatsizlik qilishni qattiq ayblaydiganligini, sezgurlik bilan kishilarning haq-huquqini cho'radigan holda o'rtaq bir gavdalish xizmatiga ahamiyat berish zarur bo'layotgan bir paytda u xil hujumlarning qutublashishini kuchaytirmoqchi bo'lganligini, davlatida yashaydigan musulmonlarga bo'lgan kuchli esdoshligini ifodalab, ig'vogarchiga tegishli jazo qo'llanilganligini bildirgan. Daniyadan Shvetsiyaning Malmo shahriga borgan partiya rahbari Rasmus Paludan va qo'llag'uvchilari o'tgan oyda soqchilarning ruxsat qilmasligiga pisand qilmasdan Qur'onni ko'ydirgan. Oldin kapitani Paludanning qo'llag'uvchilari turklar va musulmonlar zich o'ltiraqlashgan Shvetsiyaning poytaxti Stockholmning Renkibi rayonida maxfiy holda Qur'oni Karimni ko'ydirib, sin ko'rinishlarini ijtimoiy taratqularda ham bahrilagan. 2 yil bo'yicha Shvetsiyaga kirish cheklangan Paludan 2 hafta ilgari Shvetsiyadagi Qur'oni Karimni ko'ydirish faoliyatini davomlashtirish uchun Shvetsiya grajdonligiga iltimos sungan ekan.